Assalomu alaykum. Aka, mana inkubatorimiz xudo xolasa bitdi. Mana bu включателimiz aka chiroq uchun, ichiga yoritishga qo'yilgan chiroq. Bu o'ziga kerak paytda yoqasiz, boshqa paytda o'chib tursa ham bo'laveradi. Endi mana bu qizil включателimiz avtopavorot, ya'ni buni tepasini bosib qo'ysak, o'zi har o'sha 90 minutda pavorot qiladi. Termo regulyatorda hozir yorug'da uncha yaxshi ko'rmayapti. Men boshqa obzor bor, uni ham tashlab beraman. Mana aka, set 4 ta knopka bo'lsa, setni bitta bosganimizda 37.8 bo'lyapti. Buni mana bu balandlayapti, tepaga qaragan, bunisi pastlayapti. Keyin okta bosamiz, saqlanitga, namlikka o'tyapti. Namlikni ham xuddi shunday past baland qilamiz, okta bosyapmiz. Bo'ldi, qolgani hamma yo'q o'zi avtomatichskiy aka. Endi ruchnoy pavorot qanaqa yurgizdiriladi degan savolingizga, avtopavorot yoniq tursa, mana shu tepaga qaragan knopkani bossak, mana yuraveradi. Hozir pastga ketyapti. Bitta qo'yib yuborib yana qaytadan bossak, orqaga ketadi. Siz tuxumni terib, o'rta holatga qo'yib turib qo'ysangiz, o'zi vaqt kelganda yurib oladi, shu bilan o'zi avtomatik holatda ishlayveradi aka. Mana signalizatsiya ham ishladi hozir ochganimiz uchun, issiqlik pastlagani uchun. Endi mana aka, leykalar 6 ta. Mana bu qizil yashillarimiz bor. Mana aka, ichiga o'sha ochirib olish uchun to'g'ri holatga qo'yib turib qo'yib qo'yamiz. Mana hozir buni yurgizadigan bo'lsak, qaytsin o'zini holatiga sal ustiga qo'yib qo'yiladi. Shuni ichiga qo'ysangiz ochib chiqaveradi aka. Hop, pavorotimizni yurgizib qo'yibmiz tomonga. O'rta holatga keldi mana. Misol uchun aka, mana shunday qo'yiladigan bo'lsa, bemalol shunga tuxumlar terib surib qo'ysangiz bo'laveradi. Mana shunaqa holatda turadi. Mana endi pastida suv idish turibdi aka. Mana suv idishimizda rozetkasi bor, vilkasi bor. Hozir suqmaganim quruq holat bo'lgani uchun suv ishlatmay dedim. Mana bu pavorotimizda hozir men suv idishga aytganimda belgi qo'yib qo'yaman. O'shandan chizib qo'yaman. O'shanga qarab qo'yasiz mana qirg'og'ini. Chunki mana bu lotok yon boshlab kelganda mana menga tegmaydigan holatga men atmetga qo'yib beraman aka. Issiq havo pastdan chiqib kelyapti. Tepadan ventilyatorlar tortyapti aka. Orqada havo kanali bor. Mana shunaqa holatda aylanayapti havosi. Asosan inkubator shu aka. Qolgan unaqa murakkab joyi yo'q. Yana bir qo'shimcha savol bo'lsa bemalol so'raverasiz aka. 528 talik inkubator.